shunaqa gaplar. Yo'q. Anu nima qilyapti? Yo aka. Nima qilyapti bu? To'xta. Aka qana haydayapsiz? Qana haydayapman aka. O'zimni yo'limda ketyapman, meni palasamga chiqib ketyapsiz. Favoritam yo'qmayapti. Hozir biqiningizga solardim. O'zingni yo'lingda yur, nima yo'limga chiqyapsan? Nima deyapsiz? To'xta, ol chekkaga. Mol, nima deyapsan? Qana gapiryapsan? To'sh mashinada. Jam mollab tashamen, ayb o'zingizda noto'g'ri haydayapsiz. Kerak emas, ulug' ayyom kunlarda, bayramda, urjanda. Aka uzr, ketavering. Kimsan menga aql o'rgatasan? Ko'zingga qarab yur. Mol. Aka o'zi video registrator qo'yib qo'ymagan ekansiz, ayb o'zida bo'lyapti. Videosini ijtimoiy tarmoqqa qo'yib yuborardik, ertaga ishtaraf to'lab uzr so'rab chiqardi. Yo'q, shart emas. Voy. Haliginda kalla ishlamadida. Boyaga bir xosiyatda bo'lganda gapni oqizib tashardi. Hali ham shuni o'ylab yuribsanmi? Bo'l tez toshi. Aka, 20 ta qatiq, 20 ta qaymoq, kefir, 30 ta tvorog, ayron so'rabsiz, mana общий summasi. Bo'ldi akam, hozir olib beraman. Ha. Shehzod, metga qo'yib, mashinaga chiqib turib. To'rtta olib keling, ota, to'rtta. Ha, ay bunda o'rtoq. Ha, Jasur akam uzr so'rayordilar. Video registratori ham yo'q ekanda. Videosini olib internet tarmoqqa qo'yib yuborardik, bang'illardi. Million prosmotr bo'lardi. Uka, hali ham o'sha temami? Bo'ldi, qo'ying telefonni. Bo'pti o'rtoq, keyin gaplashamiz. Uka, men video registrator qo'ymagan sababi eshitganman, bir insonni aybini yashirsa, qiyomat kuni Alloh o'sha bandani aybini yashiradi deganini eshitganman. O'shancha qo'ymaganman. Nima qilaman? Birovlar aybini internetlarga olib chiqib olib, uni sharmanda qilib, undan ko'ra insof so'ra, insof bersin o'shanga. Hozir video registrator qo'yib, internetga olib chiqsam, undan battar ish qilgan bo'laman, uka. Hammamiz insonmiz, ayb ish qilamiz. Qilgan aybini ijtimoiy tarmoqqa olib chiqib olib ko'rsatadigan joy bas-ku, sal kallangizni ishlating. O'shanga unaqa inson bo'lmang. Uzr aka.